Sertifikat beradigan bepul onlayn kurslar qidiryapsizmi? Unda mana bu 3 ta veb-saytni sinab ko'ring. Birinchisi awson.com. Bu yerda siz 6000 dan ortiq bepul kurslarni topishingiz mumkin. Sohangizga mos kursni tanlab o'qib olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, Englishni tanlaymiz. Kirsangiz, bu yerda har xil turdagi sohaga doir mavzular bor. Bu yerda demak Teaching English is a Foreign Language kursi kiramiz. Kurs haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin. Kurs modullari haqida tanishib, kurs tasnifi haqida ko'rib chiqib, kursni demak boshlashingiz mumkin bo'ladi Start Learning qismi bilan. Ikkinchisi elearningcollege.com. Demak, veb-saytga kirasiz va ko'rib turganingizdek, bu yerda hamma kurslar bepul. O'zingizni qiziqish sohangiz va qiziqqan yo'nalishingizga qarab, demak, kurslarni tanlab olsangiz bo'ladi. Demak, data analitika kursini tanladik va bu yerdan siz kurs haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Demak, 12 oylik ekan, kirish talablari yo'q ekan va yil davomida bo'lar ekan. Kurs modullari haqida tanishib chiqib, demak, bu yerdan siz kursni boshlashingiz mumkin. Uchinchisi digitaldefine.com. Demak, veb-saytga kirsangiz, bu yerda siz top universitetlar taklif qilayotgan bepul kurslarni topishingiz mumkin. O'zingiz xohlagan universitetni tanlab va o'sha universitet taklif qilayotgan bepul kurslar bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. Demak, MIT kurslarini ko'rib chiqamiz. 2026-yil uchun taklif qilayotgan kurslar ro'yxatini bu yerdan tanlab olib, o'zingiz qiziqqan sohani kirib, ko'rib, tanishib, sertifikatingizni qo'lga kiritishingiz mumkin. Ushbu kurslar sizni qiziqtirgan bo'lsa, izohlarda link so'zini yozib qoldiring. Men sizga har bir uchun alohida havolalarni yuboraman.